Ha? Qıyız balık olmalı, qıyız balıqdan tapılan yok. Mana şu balık olmalı. He. Mana şiirmayı diye bir ağıl gelip olmalı. Ay. Sayı. Oy Oy maşallah mana balık düşüptüre balıklara qara maşallah. Selamun aleyküm o. Yunus ağa selamun aleyküm bir dağa. Aleykümselam Asif bakala uçma. Şükür näme tutup yatydın balık mı? Hadi tacık balık tut gelen eken mana övet xan. Şuna iş bile koy tutdiydim bu bir tohfa. Burada mana Ağdaçarda yer yanı 2 tane ey şiirmayı var eken. O iftarlıkta deyin. Näme balık bu? Buna şiirmayı diyen balıklar olmalı. Sögen tamin mi? Barıp duran balık şundan şirin balık deryada olmalı der. Ama deryanın balığı deyin sayı. Yarım kilo tan balık. Başka yok mu bir dağa? Yok başka yok da başka ne yani. Sol kichkine mi yani? Alvay! Mana bu Amudaryo'nun balıkları bul. Mana bu Amudaryo'nun balıkları mana shunday qarmoqqa tushadigan balıklar. Mana bu ham Afg'oniston. Bu tomoni ham O'zbekiston. Afg'oniston, O'zbekiston. Bo'lmadi ham. Xalq cho'chaver ana. Mana kichkinalari bor Qo'yinglar. ekan, chachka balıklar bor Nima ekan. dersan? Men bu kellalarim yo'q. Endi bu chetga derding sen ana. O yanni aytcha endi. Ondan mı var ya sana? Valla bu kaçma ya adam bundan. Mana bu daryoda qarmoq qo'ryapti ekan. Bu qarmoqlarga tushgan balıklar. Yine ama o kaldı. Yunus abi 1 kilo var mı bular? Yok 1 kilo yoktur. Ha 1 kilo yok. 700 gram Bahadır'dan ha. Ana. Acaba mada verme lekin bu iftarlıkta o ağdaçmada. Ay sıcağı bir. Göğün gitti daha neşe etlen. Yana kana birader bir. Balık yal deydi. Burayla elbet yerken vakitlarda bunlar balık malı şun dol kalya. Amerikan bizning qishlog'imiz. Amerikan bizning qishlog'imiz. Mana bu yerda ham balık tutyapti ekan. Ortadan dilipçik çap charj ettirsek. Mana Afg'onistonning eng mashhur va shirin balığı. Derya amonu balığı. Bu balık yok. Yo'qmikan O'zbekistonda? Ya bularda yok. Bu derya amon balığı. Amı deryanın balığı. Mana amı derya. Çegara bu çegara. Haydi Özbekistan Surxon derya hududu şora. He. Hay ko'rinib turibdi. Endi bu balıkdan rastlanım yo'qmi O'zbekistonda? Ya derya balık yok diyor olan. Parmi olan balık. Farmi deng. Bu derya. Havuzda saqlaylar ha? Hava. Ha, bo'ldi, tashakkur Yunus ağa, Allah razı olsun. Sağ olun. Mana bu yer ham bizni qishlog'imiz. Mana shunday qaranglar aziz do'stlar, mana ko'rganingizdek mana bu yerlar daryo yemirib ketiryapti. Mana shu bizning qishlog'imiz juda ham yaqin qolgan qaranglar, qurg'oq o'ptirib mana shu yergacha kelgan ha. Shunaqami Obod? Ha yaxshi. Nima kulib o'tiribsan Obod? Mana Afg'onistonning holati mana shunaqa. Ko'rganingizdek, mana bu ham Afg'onistonning qishloqlari. Mana baliq tutyapmiz hozir. Qarmoqlarga baliq tushmagan ekan, bitta ikkita tushibdi. Boyaki baliq ko'rganingizdek, boyaqi baliq tushgan ekan. Boshqa baliq tushmabdi hozircha. Mana bu ham daryoni bo'yi Amudaryo. Mana bizning qishlog'imiz, bizning qishloq hayotlari mana shunaqa. Qishloq hayoti mana shunday. Aziz do'stlar, agar videomiz yoqsa, videomizga like, kanalimizga ham podpishka bo'lib qolishni unutmanglar, obuna bo'lib qolishni. Evet, qarmoqlar qurib yotdingmi ajonim? Ha qo'yasizlar. Tashida tashida. Maşallah. Mana qarmoq qurilgan mana. Katta laqqa baliqlar tushadi. Mana shunday qarmoqlarga. Mana bu O'g'az og'amiz ham nomi chiqqan mashhur baliqchi akamiz. Mana shunaqa baliq ovlaydi. Amudaryoda laqqa baliq, shunday baliqlar. Ha, aytishing ana. Gitti ular. Hammamizning qishloqlarimiz. Haydi ağa. Gapir kağıt gaplab berjekmi ya der avada? Yo'q,
Ha, neri bo'l qaydi mantiqaga bir kağıt geplab bering, eslatib bo'lma. Bir hujjam barlığı olsa olmalı. Ha, bu deyran bor bo'lsa. Bir derya. Ha, bu taraf neri mana shu gaplar deyni yani. Şu kaplardan Özbekistan olmalı Xudoy. Turkiya geplab bereting bizlar ha. Yo'q, geplajak qayerda. Ha, geplajak-da men. Ha, gelay, xayr bo'lsin, unda geplamadan. Hayreddin ağa, naraqın balık düşüyor mu bu deyralarda? Balık oğlanlar tutuyorlar yani da şikarçılar aylanıştırıyorlar. Bile balığa ile balık yaxşı düşüyorlar yani. Ha, näme balıklar meşhur bördi yani bu deyrada näme balık tutuşyorlar? Balık bir de lakka balık diye şirmayı, uçak, ana şunyan näçe renkli balıklar bolmalı. Shunaqa holat Amudaryoning holati. Mana baliq avı aziz do'stlar, Amudaryo laqqa baliq aviga chiqdik. Afg'onistonda baliq avı qanday bo'lyapti, baliq qanday tutadilar? Mana shunaqa baliq tutishimizni ko'rsatamiz. Baliqni nimada tutadi? Qarmoqda. Bizda qarmoq dedi. Qarmoq mashhur bizda Afg'onistonda. Mana bu ham Amudaryo, mana ko'rganingizdek uyimizning oldiga tegib turgan Amudaryo. Mana shunday Amudaryo. Laqqa baliqlari ham mashhur, eng mashhur balig'i laqqa. Toza baliq, laqqa baliq deydi-ku. Hozir 2 kilo laqqa baliq bo'lsa bor-ku, mazza qilib iftorlikda yerdik, lekin afsuski tushmadi, lekin olaman desangiz ham qimmat. O'shaning uchun majbur qarmoq qurib tushgangacha mana shunday qarmoq qurib yuramiz.